hokimlar haqida gapirdik. Sizni chiqishlaringizni asosiy qahramonlaridan bittasi Qumqo'rg'on tumanining sobiq hokimi, ayni kunda Surxondaryo viloyat qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasining boshlig'i. Qisqa qilib aytganda, allada aziz, to'rvada mayiz. Sizlarni shuncha chiqishlaringiz bilan, shuncha faktlar bilan chiqishlaringizni hech kim inobatga olib, unga jazo qo'llamayotgan bitta inson Rahmatullo G'affarov xususida gapirsangiz. Rahmatullo G'affarov bu fenomen bu. Rahmatullo G'affarovni Qumqo'rg'on tumaniga hokim bo'lib, hozirgi kunda Surxondaryo viloyat suv va qishloq xo'jaligi sohasida boshliq bo'lib ishlayotganligi bu tarixning xatosi bu. Nafaqat tarixning xatosi. Bu shaxsni dastlab Qumqo'rg'on tumaniga hokim sifatida olib kelayotganda Toshkentda shu bilan suhbat o'tkazgan va shuni hokim sifatida yo'nalish bergan odamlarning vijdoniga havola. Bir vaqtda 2022-yilda Prezidentning maslahatchisi Xudoyberdiyev keldi va qabul o'tkazdi. Sobiq Savar Baymatov jamoa xo'jaligi musiqa maktabida qabul bo'ldi. Shunda u kishi meni qabul qildi. Ya'ni arzam bo'yicha meni qabul qildi. Men aytdim o'sha yerda savol berdim. Hurmatli maslahatchi, u yoki bu tumanga yangi hokim tayinlanayotganda bu shaxsning ishchanlik qobiliyati, fikri, mulohazasi, uning tashabbuskorligi, bilmi, aqli va zakovati to'g'risida ham qiziqish bo'ladimi yoki yo'qmi? Yoki tavsiya bo'lsa istalgan kishi u yoki bu tumanga hokim bo'lib kelaveradimi degan savolni berdi. Nima e'tirozingiz bor deganda, men aytdim, unda na aql bor, unda na savat bor, na muomala bor, na odamlar bilan ishlash madaniyati bor. Hech narsa yo'q. U faqat pul yig'ish mumkin. Fikrlaringizni isbotlang dedi. Men istalgan auditoriyada, istalgan joyda bu shaxs to'g'risida o'zimning fikrimni ayta olaman. O'sha kishi buning faoliyatiga chek qo'ydi, otasiga rahmat aytaman. Ishdan oldi. Lekin bugun bir necha yil mobaynida ishdan ketgandan keyin Ulug'bek Qosimov uni ishga oldi. Xo'sh, holat nima bo'ldi? Bugungi kunda qishloq xo'jaligining inqirozining asosiy sababchisi Rahmatullo G'affarov. Butun yerlar sho'rlab ketyapti. Zovurlar ko'milyapti. Bu drenaj kanali deyiladi bu zovurlarni. Har yili sho'r yuvilish kerak. Yo'q. Ko'milib ustidan binolar qurilyapti, magazinlar qurilyapti, odamlarga sotilyapti. U bir o'zining kashfiyati emas endi albatta. Yerlar talab-taroj bo'lgan. Mana bitta misol. Uning vijdoniga havola. Qumqo'rg'on tumani o'sha qaysi hududida nimalar qurilgan? Qizilqaya massivi. Qizilqaya massivida cho'lda 33 milliard so'mlik limonariy barpo qilindi. Lekin prezident qarorida yasni yozib qo'yibdi. Faqat sug'orlardan yerga qurilsin. U yerga suv bormaydi. Mana bugun o'sha kreditni olgan juda ko'pgina o'sha tadbirkorlar xonavayron bo'ldi. Bir ikkitasi zo'rma-zo'raka u yerda turgan bo'lsa, ishlab turgan bo'lishi mumkin. Xonavayron. Xo'sh, bugun prezidentning farmoyishiga zid ish qilgan, prezidentning qarorlarini nazar pisand qilmagan, prezidentning irodasiga bo'ysunmaydigan, savodining tayini yo'q odam to'g'risida men yuzlab chiqdim, lekin biron kishi munosabat bildirmaydi. Sabab nima? Mening aybim nima mening? Men uni tanqid qilyapman, men sog'lom tanqid qilyapman. U korrupsioner, u nepotizmga yo'liqqan odam. Butun uning qarindosh urug'lari viloyat bo'yicha hamma joyga ishlaydi. Men buni sanab ham beraman ismi familiyasigacha. Nima, uning qarindoshidan boshqa odam yo'qmi? O mana 65-maktab Qarabaqarish tomondagi dalada 1 milliard so'mlik tomchilatib o'tkazish uskunasi qurilib deb ketdi. Yo'q, bitta ishlagan yo'q, hovuzam yo'q, hech narsa yo'q. Bu 3-fermada ariq qazdiq, zovur qazdiq yangi 500 million so'm deb ketdi. Bir Zokir degan bolaning
nomiga chiqilib bir kunlik ferma ochib 500 million deb ketdi, Zokir uni qamoqqa kirdi. Uyasidan bir nechtasi qamaldi. Bechora bu xalqning sabr kosasiga men qoyil qolaman, men hayron qolaman. Birovning aybi uchun qamaladi-yu, lekin aytmaydi-ki, "O, men buni shuning buyrug'i bilan qilib edim. Buni shu qilib edi" degan gapni gapirmaydi. Borib o'tirib kelaveradi. Shuning uchun Abdulla Aripovning bitta misralari esimga tushdi. Nechun tomoshaga bunchalar o'chsa? Yuzingga termilib hayron qolaman, qachon sen xalq bo'lasan, ey olaman. O'zining manfaati uchun kurashmagan, o'zining qonuniy haq-huquqlarini himoya qilolmagan odamlarni men hurmat qilmayman. Demak, bu juda ko'p. Juda ko'p. Aytyapti-ku, faloncha soat taqibdi, 50 ming dollar. U nima qildi u yerda? Ha? Nima uchun Davlat xavfsizlik qo'mitasi? Ehtimol ko'rayotgandir, men bilmayman. Ularga hech qanday ta'na tosh otishga haqqim yo'q meni. 300 ming dollarlik uyni qanday oldi? Uning oyligi qancha? Agar 300 ming dollar yig'ish uchun agar oyiga 10 milliondan olganda ham u umrining oxirigacha 300 ming dollar to'play olmaydi-ku. Nima, bu qiziq narsa emasmi bu? Bu korrupsiya emasmi? Bu o'g'irlik emasmi bu? Ha? Qo'sha yana necha 100 ming dollarlik uylarning qurilishi bu yerda. Ha? Butun bu kanalning etagidagi ko'pgina yerlarning tortib olinishi va hokazo minglab misollar keltiraman men. Xo'sh, bu kim o'zi bu? Men bugun Ulug'bek Berdiqobilovichga savol beraman. Ulug'bek Berdiqobilovich, bu kim bu? Siz nima uchun bunchalik buni bugungi kunga qadar qo'llab-quvvatlab kelyapsiz? Nima prezidentning korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qarori bugungi kunda havoda muallaq turibdimi? Yoki siz bilan bizga u taalluqli emasmi bu? Ha? Bu prezidentga, uning faoliyatiga, uning olib borayotgan ichki siyosatiga nima uchun biz bugun qarshi harakat qilyapmiz? Bizning hech qanday ma'naviy va huquqiy asosimiz yo'q bunday qilishga. Prezident ayrim paytlarda jahli chiqqanda aytayapti, davlat xoini deyapti, sotqin deyapti. Surxondaryo viloyatida bu so'zlarni kimga nisbatan ishlatish mumkin bugun? Mening tilim lol bugun. Men hayronman bu. Demak, bu gaplar hammasi Surxondaryo viloyat qishloq xo'jalik boshqarmasi boshlig'i Rahmatullo G'afurov ustida, to'g'rimi? 300 ming dollarlik uylar. Yo'q, nima uchun bugun hech kim menga, "O, sen nima deyapsan sen? Mana mening diplomim" deb meni sudga bermayapti. Diplom qani? O'sha Farruh Aminov qamalib ketgan paytda irrigatsiyani bitirdim deb ko'tarib yurgan diplomining soxta ekanligini men bir necha marta aytdim. Nima uchun e'tiroz bildirmaydi? Demak, soxta u. Demak, u nima uchun meni sen tuhmat qilyapsan deb 139 million meni sudga bermaydi. Bera olmaydi. Demak, Rahmatullo G'afurovning diplomi ham so'roq ostida. Shunday bu, hamma biladi. Demak, O'zbekistonda diplom emas, sadoqat kerak degan prezidentimizni ana shu bir yo'q, prezidentimizning o'sha paytda bir ozgina ehtirosga berilib aytgan gapi u. Aslida bu narsani masalan prezident shunday gapirdi, noto'g'ri deb aytishga mening haqqim yo'q. Haqqim yo'q. Masalan, yana prezidentimizning bitta gapi borki, hokimlarga teginma, hokimlar mening odamim. Men oldingi chiqishimda ham aytganman. Prezident buni hokimlar to'g'ri ishlasa, noto'g'ri ishlasa, buni men himoya qilaman degan ma'noda aytgan emas. Uni bularni qo'llab-quvvatlab yana samarroq mehnat qilishi kerak degan bir umid bilan aytilgan gap edi. Mazmunda aytilgan. Menimcha prezident albatta u yoki bu chiqishlarda keyin bugungi kunda juda ko'pgina tomonlarda hokimlar o'zining faoliyati nuqtai nazaridan olib borayotgan ishiga mutlaqo loyiq emasligini bilib o'tiribdi, ko'rib o'tiribdi, achinib o'tiribdi. U kishi juda ko'p ishlarni orzu, havas qilib aytyapti, lekin quyida bu narsa. Demak, yana bitta e'tiroz mana shu yerda. U savolni siz berarsizmi, bermaysizmi men bilmayman. Bugungi kunda barcha tuman hokimlar, deyarli hokimlarning prokuratura va militsiyadan kelish holatiga men bir oddiy keksa bir jamoat sifatida men o'zimning e'tirozimni aytaman. Yo'q. Bu narsa jamiyatda o'zini opravdat qilmadi.
o'zini oqlamadi. Ular faqat bitta qulun bilan kelgan, jazolash. Ularning ko'ziga menimcha hamma jinoyatchi bo'lib ko'rinsa kerak. To'g'ri, ularning ishida ham to'g'ri, yaxshi ishlayotgan odamlar bor. Men buni inkor qilmayman. Lekin ilgarigi holatda irrigatorlar, ekonomistlar yoki tarix o'qituvchilari yoki boshqa ijtimoiy sohadan kelib chiqqan o'z kasbining ustalari tomonlarda hokimiyat. Masalan, Abdullayev rus tili o'qituvchisi. Muhiddin Ubaydullayevich. Mana ishlab ketdi Chora Almatov. Sotsialistik meni qahramon. U xalqning ichida edi ular, hammasi. Xalqning ichida edi. Mana Jo'ra Meyliboyev. Mana keyingi paytda qurilgan, juda ko'p davrda qurilgan shu kishining boshchiligida qurildi. Iskolkomning raisi bo'ldi va hokim bo'ldi. Raykom sekretari keyin hokim bo'ldi. Bu odamlarga biz e'tiroz bildirmaymiz. Bunday gaplarni eshitish o'sha paytda qandaydir bir yovvoyilik edi. Lekin kuni sayin u yoki hokim yordamchisi, yoki u, yoki sudya, yoki boshqa faloncha million qora bilan qo'lga tushgan gaplar umuman yo'q edi. Demak, qonun ishlayotgan. Shuning uchun hozir hokimiyat bilan xalq o'rtasida qandaydir bir dars paydo bo'ldi. Butun qandaydir bir munosabatda o'qisangiz, faqat bir farq. Bu kimning aybi bilan bo'lyapti? Aynan prokuror, sud hokimning aybi bilan bo'lyapti.